Ikki xonali uyimizda yangi remont, 54 kvadrat, yana birinchi etaj, 2 xona, 3 xona qilingan. Bugungi kungacha bunaqa uy, bunaqa lokatsiyada, bunaqa narxga hali joylashtirmaganmiz. Sababi uy egalariga srochniy pul kerak bo'lib qoldi. Remontdan 10 kuncha bo'ldi bitganiga $58,300 so'rashyapti. Sunnatli kelishiladigan joylari ham bor. Telefon raqamini har doim aytsanada aloqaga chiqarasiz. Manzilga keladigan bo'lsa, Yunusobod 6-kvartal, bu tarafimiz Amerikanskiy posolstvo, bu tarafimiz Afroganskiy universitetimiz. Xo'p, uyimizda birinchi etajda yangi remont. Podyezddan kirish eshigimiz, elektrik shitlar, elektrik sinflar hammasi almashgan, santexniklar almashgan. O'ng tarafga keladigan bo'lsa, bizda hamon tualetimizda birlashgan holatda chiroyli sifatli kafellar ham taqilgan. Keling, davom etamiz. Chap tarafga kiradigan bo'lsa, bizda birinchi spalniy bo'ladi. Oldida ham огород bor, orqasida ham огород bor. Spalniysi ham juda ham katta. 320 ga 520 uzunligida. Keling, bu yog'imizda esa bizda zalimiz bo'ladi. Zalimizning ham diametri xuddi shunaqa. 320 ga 520. Katta, 17-18 kvadratcha katta. Bu yog'imizda 3-xona, oldingi oshxonaning o'rni bo'lgan. Bu yoqni ham как детский, как spalniy qilib foydalansangiz bo'ladi. Joy prostranstvi anchagina kattaroq. Bu yoq tarafimizda esa bizda oshxonamiz. Ayollarni yaxshi ko'radigan joyi. O'zingiz uchun chiroyli stroyli mebelni garnitura yasattirib mazza qilib foydalansangiz bo'ladi. Manzara aytib o'tdik, uyga ko'rdik $58,300 da boshlang'ich narxda telefon raqamlari sanada sizlarga omad.